Avtokreditdan qutuldim deb xursand bo'lgan akalarimiz uchun topar oyda tugaydigan ipoteka uylarini topib qo'ydim. Xursand bo'lmanglar, bu bosh og'rig'imizni ham tekinga bermaymiz. Oldindan sizlardan $7000 talab qilinadi. Kamiga o'lgan dusga tepganda oyga 3.700.000 so'mdan davlat to'lovi chiqadi. Xursand bo'ladigan joylari ham bor. Gazdan, svetdan muammosi yo'q. Xotirjam, uni ham pulini to'lasanglar albatta ishlaydi. Uyimizni olishingiz uchun sizdan bitta alpinistlarda diplomi talab qilinadi. 9 etajli dom. Mabodo lift ishlamay qolsa, arqonda tushib, arqondan chiqishingizga to'g'ri keladi. Sizning yana bundan ham qiziqarli joyi bor. Uyimiz birinchi etajda. Mabodo bu g'alvalardan boshingizni olib qoladigan bo'lsa, 2 xonali uyimiz bittasiga kirib, boshingizni yostiq-dostiq tiqib olsangiz bo'laveradi. Bu g'alva sizga kerak bo'lmasa, g'alvasida yurgan oshna-og'aninglarga jo'natib qo'yasizlar. Yana bir gap, mendan keyin bola chaqamga nima qoladi deb o'ylayotgan bo'lsanglar, sizdan keyin yana eng kamida 5 yil yo 6 yil kredit to'lash qoladi. Девчонки рассказали все истории о нем. Попрошу я у его, чёрт меня. Video azorimiz shu bratannikiga o'xshagan bo'lsa, o'ziga jo'natib qo'yinglar, kibrlanib ketmagan bo'lsa, kommentariyada izoh qoldirib kelsin, kutib olamiz.